To'g'ri, bu UFC emas edi, bu oktagonda hal bo'lmadi bu jang, lekin bu yerda obro' va prinsiplar yotardi. O'sha shov-shuvli to'qnashuvga biz guvoh bo'ldik. Arman Sarukyan va Sharabulit o'rtasidagi o'sha shov-shuvli to'qnashuv kecha tunda bo'lib o'tdi. Bu Brazilian Jiu-Jitsusi, ya'ni BJJ da bo'lib o'tdi. Bu turnir oktagonda emas. Endi ko'pchilik adashtiryapti. Oktagonda bo'lish kerak edi, biz jang kutgandik, lekin unaqa emas. Bu turnir boshidan shunaqa kelishilgan edi va shunday bo'lish kerak edi. Nima uchun bu grappling bahsida durang qayd etildi? Mana shu masala hammani o'ylantiryapti. Nimaga ballar hisoblanmadi u yerda? Bugun mana shular haqida gaplashamiz. Arman Sarukyan va Sharabulit o'rtasidagi bo'lib o'tgan mana shu kechagi bahs, bu grapplingning ikkita yo'nalishi bor o'zi. Keling, grappling nima degan savolga bir javob berib olaylik oldin. Grapplingning ikki turi bor. Birinchisi o'zini mana shu grapplingchilar, Braziliya jiu-jitsusi bilan mukammal shug'ullanadiganlar o'zining professionallari uchun unda deyarli MMA fighterlari jang qilmaydi. Asosan o'zlarining professionallari jang qiladi. Chunki bu jiu-jitsuda eng muhimi bu belbog'lar o'rtasidagi farq. Qora belbog', ko'k belbog', oq belbog' boshqa darajalarga bo'linganligi sababli jiu-jitsuda asosan o'sha professionallar shug'ullanadi. Kecha Arman Sarukyan va Sharabulit o'rtasida bo'lib o'tgan grappling bahsida esa bu pop grappling deyiladi. MMA dan kelgan, ya'ni faqat bu yerda UFC jangchilari bor deb ham tushunmasligimiz kerak. Bellatorni, PFLni, One Championship, UFC barcha eng zo'r ligalarning jangchilari o'z formalarini saqlab turishi uchun yilda 3-4 marta mana shunday grappling musobaqalarida qatnashib turadi. Nima uchun kechagi jang bu qadar shov-shuvli bo'ldi? Birinchi navbatda Arman va Shara o'rtasidagi bo'lib o'tgan o'sha shov-shuvli trash talklar bunga Arman sababchi va u qizitib berdi. Chunki ancha oldindan boshladi, shu Armanistonga Sharabulit kela olmaydi, qaroqchini beringlar menga, kimni bo'lsa ham urushaman degan katta shov-shuvli trash talklar qildi va bunga Sharabulit ham ajoyib javob berdi. Ko'rdingiz, bizning Instagram sahifamizda bor. Shu yerda men hozirgina arenaga yetib keldim. Sen men haqimda baland ovozda gapirding, men buni ko'rdim. Lekin bu seni chiroyli ko'rsatmaydi, menga ishon. Sen birinchi uchratda odamni shaxsiyatiga o'tib, jasorat va sportni taqqoslayapsan. Bu noto'g'ri, bratan, qo'ysangchi. Men boshqacha hayot kechiraman, sen boshqacha hayot kechirasan va sening va mening qo'rquv tushunchalarimiz boshqa. Ular seniga to'g'ri kelmasligi mumkin. Tushunaman. Bolalikda mashg'ulot qo'lqopini sotib olish uchun alyumin sotganman mahalladan o'g'irlab. Mana bu mening hayotim. Mikrofonni ushlab menga qo'rquv haqida gapirma, bratan. Men sendan qo'rqmayman. Men sen kabilardan umuman qo'rqmayman. Meni sen kabilar kiyik deb yozishgan, brat. To'g'ri, sen ulardan boshqacharoqdirsan, sen hayotni tushunarsan, lekin mening shaxsiyatimga o'tma, meni shaxsiyatimga tegma. Balki sen buni hype, pop MMA deb o'ylarsan, lekin mening tushunchalarim boshqacha, brat. Sen hozir menga mujiklik qanday bo'lishini o'rgatyapsanmi? Mujiklik haqida gapiryapsanmi? Bratan, bilasanmi qachon mujiklikni isbotlash kerak? Ishon, men seni hozir mana bu gapirgan gaplaringdan tutib olib, mashinaga o'tkazib, ikkalamiz bir joylarga ketishimiz mumkin. U yerda sen maqtangan kurashing senga yordam bermaydi. Bu safardan faqat bitta odam qaytishi mumkin va kimdir u yerda qolishi mumkin. Shuning uchun men seni qo'rqitmayapman, xavotir olma. Seni qo'rqitishdan menga nima foyda? Birodar, qo'rqita olmaysan hamda. Men istasam istagan odamni qo'rqita olaman. Ko'zlarimga qarasang tushunasan. Xo'sh, mana shu konfliktdan kelib chiqib kechagi turnir yonib ketdi. Unga e'tibor, PPV sotuvlari hammasi juda ham yuqori darajada bo'ldi. Katta jangchilar ham bor e'tiborni shunga qaratdi. Ko'plab tweetlar yozishdi. Grappling bahsi 6 daqiqa davom etdi va bularda g'olib aniqlanmadi. Chunki bu bahsda kimdir yutishi uchun aynan submission qilish kerak edi, ya'ni og'ritish usuliga o'tish kerak edi. Raqib taslim bo'lish belgisini bilish kerak edi. Mana 3 marta yerga urish, qo'li bilan ishora qilish kerak edi va 6 daqiqa mobaynida Arman ham, Sharabulit ham bir-birini og'ritish usuliga o'tkaza olmadi. Durang bilan tugadi. Va bundan Arman Sarukyan ko'proq norozi bo'ldi, chunki bu janggacha bo'lgan vaqtda Arman Sarukyan ko'plab trash talklar qildi va gapiga javob berish kerak edi. Mujik deystva qiladi gapiga deydi, shunaqa javob berish kerak edi. U javob bera olmadi. Ya'ni
Greblingda Arman aslida karrasiga Shara Buletdan kuchli. Shara Buletning asosiy kuchli tomoni bu grebling emas, bu kurash wrestling emas, lekin u yerda ham, parterda ham yomon emasligini isbotlab qo'ydi bugungi bahsda. Sarukyan bo'lsa ko'proq Dog'istonliklarga tortib ketadi. Ya'ni Dog'iston kurashiga chambarchas o'xshab ketadi Sarukyanning usullari va Sarukyanning kurashi juda ham kuchli. Ham greblingi u yaqinda chempion ham bo'lgandi. Va mana shu 6 daqiqalik vaqt mobaynida Sarukyan Sharani yutishiga ishonch komil bo'lib uni chaqirgandi. Ya'ni Sharani grebling imkoniyatlarini bilgan, chamalagan holda shunaqa 6 daqiqa ichida submission qilaman deb chaqirgandi va bular o'zi kelishilgan edi. Mana shu 6 daqiqaning ichida submission orqali faqat kelishamiz bu jangni deb. Ya'ni agar hakamlarning qarori qo'shilganda, haqiqiy jujitsu bo'lganda Sarukyan bu bahsni yutdi. Chunki Sarukyan ikkita takedownlar qildi, kurashda nazorat qildi ustki qismida. Braziliya jujitsusida umuman greblingda nazoratga ball beriladi, takedownga ball beriladi, ortidan o'tib nazorat va submissionga olishga harakat bo'lgan momentlarga ballar beriladi va bularning barchasida Sarukyan yutdi va Sarukyan natijadan norozi bo'lib mana bu intervyuni berdi. Ha, qoidalarga binoan menda 6 daqiqa va submission qilish imkoniyati bor edi. Bu mening kurashishim uchun komfort sharoit emas, albatta. Bu qoidalar menga qulay emas, lekin biz yaxshi shou qildik, odamlarni xursand qildik, kurashib ko'rdik. Umid qilamanki, sizlarga yoqdi bu shou. Mabodo Shara qarshi bo'lmasa, biz u bilan revansh o'tkazishimiz mumkin. Haqiqiy grebling qoidalariga binoan 10 daqiqalik. O'shanda g'olib bitta bo'ladi, hech qanday duranglarsiz. Haqiqiy grebling. Taslim bo'lguningcha plus hakamlarning qarori ham. Hammaga rahmat. Sirasini olganda bu jangda Shara Buletni yutdi desak ham bo'ladi. Baribir Arman katta gapirib, gapini ustidan chiqa olmadi va Sharani xursandchiligidan ham bilsa bo'ladiki, bu jangda Sharaning imkoniyatlari yaxshiroq bo'ldi, u yutqazmadi. Demak, ikkita jangchi ham bir narsani isbotlab qo'ydi. Arman Sarukyan haqiqatdan-da parteri kuchli ekanligini, Shara Bulet esa parterda ham yomon emas ekanligini. Endi tushuntiraman, nima uchun bu jang oktagonga o'tishi mumkin emas. Oktagonda, ya'ni UFC ga ko'chish ehtimoli 10-15% da. Chunki bu jang hozir grebling bo'lganligi sababli 14 kilo vazn farqi bo'lsa ham ikkalasi kurashdi. Ya'ni bu yerda jarohat olish imkoniyati ancha past jujitsuda. Shuning uchun mana shunday vazn farqlariga ham ba'zida tashkilotchilar ruxsat beradi. Aslini olganda Arman Sarukyanning vazni yengil vaznda 70 kg, Shara Buletniki esa 84 kg ni tashkil qiladi. O'rta vaznda. O'rtada 77 kg ham bor agar UFC da jang qilishi mumkin bo'lsa, bular deydigan bo'lsak. Endi o'sha 10-15% imkoniyat qayerdan? Nima uchun bo'lmasa bular oktagonga ko'chishi mumkin deb aytayapti ko'pchilik desa, Dana White'ni biladi hamma. Dana White azaldan dushmanchilikni bir-biriga dushman bo'lgan jangchilarni urushtirib yaxshigina daromad qilgan. Bu Shara va Arman o'rtasida ham bo'lishi mumkin. Nimaga yo'q? Ikkalasi kelishib 77 kg vaznni belgilab jang o'tkazishlari mumkin. Shara Buletning odatiy vazni 94-98 kg atrofini tashkil qiladi. Arman Sarukyanniki esa 82-84 kg vazn. Mana shu vazndagi farqni yo'qotish uchun 77 ga bular kelishishi mumkin, lekin buning imkoniyati juda ham past. Chunki buning uchun juda ham katta talab bo'lish kerak media tomonlama, ya'ni muxlislar tomonidan bo'lsin va ikkala jangchilar o'rtasidagi ziddiyat juda ham kuchayib ketsa bu jang bo'lishi mumkin. Kechagi bo'lib o'tgan grebling bahsidan so'ng endi provokatsion videolarni Shara Bulet ulashishni boshladi o'z tarmoqlarida. Ya'ni mana meni ola olmading deb. Agar Sarukyan ham bunga javob bersa va yana video обращение qilsa, mana shunaqa video javob qilsa, shaxsiyatga o'tadigan nimadir deb qo'ysa, mabodo Shara Bulet va Arman Sarukyan ham o'sha mag'rur insonlar, mag'rur sportchilar o'zlarini g'ururi uchun ham UFC da oktagonga ko'chishi mumkin. Bu juda ham imkoniyati past, lekin bo'lishi mumkin. Umuman endi keling, mana shu grebling bahslarida UFC jangchilari qanchada bir qatnashishi haqida ham bir ma'lumot berib o'tsam. UFC jangchilari doimiy grebling bahslarida qatnashib boradi. Kim qiziqsa, kimdir agar stoygacha bo'lsa, o'zi qatnashmaydi, deyarli kelmaydi. Misol uchun, bu turnirda siz Conor McGregorni yoki Adesanyani ko'rish imkoniyati juda ham past. Lekin greblingga qiziqadiganlar, o'zi asosiy bazasi kurash bo'lgan, wrestling bo'lgan insonlar bu musobaqalarda doimiy qatnashuvchi bo'lib hisoblanadi. Shunday ekan, mana shu musobaqalarda UFC jangchilarini biz doimiy kuzatamiz. Lekin mana bunday yulduzli to'qnashuvni deyarli kuzatmaymiz.
Bu vaznlar o'rtasidagi farq asosan demak bir vazndagi yoki bir-biriga yaqin bo'lgan vazndagi yulduzlar grepling bahslarida duch kelishni istashmaydi. Birinchidan bu ularning obro'siga ta'sir ko'rsatadi. Agar kimdirki tasavvur qiling, Habib Nurmagomedov va Hamzat Chimayev o'rtasida agar mabodo Habib faoliyatini davom ettirib, Hamzat ham hozirgi nuqtada turganda ikkalasi kurashib qolganda yoki Islom Maxachev bilan Hamzat Chimayev bular o'rtasida kimdir yutib qo'ysa, muxlislarning bir nima shov-shuviga sabab bo'ladi va o'sha sportchini obro'siga juda ham ta'sir qilishi mumkin va keyingi janglarda albatta bu uning minusiga ishlaydi. Shuning uchun ham bunday janglar aslida kamdan kam uchraydi. Noyob kart, noyob bir grepling bahsi bo'ldi. Shuning uchun tomoshabinlar, PPV sotuvlar dunyo e'tibori bugun kechagi bahsda edi. Shahra Bulit va Arman Sarukyan ikkalasi ham dastoyn kurashib berdi. Umuman mana shunday qimmatli ma'lumotlar kelgusida ham bu kanalning davom etishi uchun albatta obuna tugmasini bosib qo'ying. Kommentlarda o'z izohlaringizni yozing, men uni o'qiyman va keyingi videolarda sizning izohingizdan kelib chiqib video ishlashga ham urinib ko'raman. Like bilan, komment bilan qo'llab-quvvatlarsangiz bu videoni insonlar ko'proq ko'rishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Hammaga rahmat kuzatuv uchun, tomosha uchun. Fikrlaringizni yozinglar. Mabodo bu jang oktagonga ko'chib qolsa, sizning taxminingizcha qanday yakun topadi?